Aşqanlardaki heliqtam naqşı. Tozumsizlar sevimli tuqqanlarım. Aşqanmasam qaynaq olar sizlarcha. Sizlarniki jigingizlar ketgini, uyingizga qacha chaqirsa deb adamni xijalab ketganingizlar qilsiviringizdan chaqir kitarma. Yavamsan aşqanını açaylımy. Xalqa vaqt kep doyinlik tamoq tizimlikdirdi. Qan yigingizlar kes shuni buyurib, xalqancha yapaqsingizlar deyman ha. Maqsad kelsak tuqqanlar. Tönögünki leymenim sizlarga shundoq yarak tutdika. Sizlar sexiyligingizlar bilan yordamingizlarni aymay qo'llashlaringizlarda bir damda güldür yurak tökülüklü ketdi. Köstayli şunun ola bir saatlik to'xtatdi taqilishini. Yamma qiziqga bu doyinmichi tushangil bo'lmaydi ekan, ish qilmaydi ekan deb bugun yana g'ayrat qilib meni yaxshi ko'rdigan umoq filsirim talbiga binoan hammamiz eng yoqtirib yeydigan lazir olayma qilib akeldim tuqqanlar. Nimaga bunaqa o'xshaydi ekan oshxonadagi tomoqlar desam tuqqanlar qarangizlar. Asli go'shtni bunaqa tanlaydi ekan emasmi? Bunaqasi ham tamlik bo'ldi ekan, ham yumshoq pishidi ekan. Shu yangi go'sht o'z qancha o'xshab ketadi degida ketdim. Odatda 20 minut tanlay qo'ymiz qo'llar bugun ballaki qalaydi deb mabza oldirib qoldim. Ammo rasmiy oshxonadan kerakli ketdimiz jumot tuqqanlar. Qozonga andoriniki tunji siqim gazir mayli jiqara qo'yib qizg'andiki go'shtni sap sag'artib olamiz. Buni tuz va emasmi tuz samaymiz bu doram. Eki lozim saplar ikki sho'lab mayda suzib olamiz jumot. Andi yana qozonga azroq mayni qo'yib qizg'andiki ma piyozni salsam chechrak ketmagi deb boshli bir qo'shiq tussa qo'ydim. Eki piyoz bilan chanig'a lozim soldim. Biza xojon sap 10 skot qo'rimiz. Eki amda qizarga sho'g'ildi muvofiq sap eki 30 skot qorg'andiki ebay suzib avaga go'shimiz bilan lozim sap kuchlik o'ti yana 30 skot elashtirib olamiz jumum. Ammo haqiqatan o'xshaydi-ki jumuma usulda qilsingizlar. Andi men ishlatganim anloriniki maylari xamiyli qo'shilmadi xoli tababesim tava temperaturada siqilib, ozoqli qimmat saqlab qo'yilgan xushparaq tunji siqilmay. Andi 2 sapliq suv qo'yib qaynashig'ila kichik bir qo'shiq bejing, bir qo'shiq ochiq suv qo'yib 15 skotdagi o'tni o'chirsakli bo'ldi jumum. Voy vash yo'qsa ketay tuqqanlar. Sizlar sog'lomligingizlar uchun tamoqlaringizning texmi rangli xushparaq paketichi amsa alnorini tanlashingizni umid qilaman do'stlarim. Erim va siz xo'sh o'tadigan bo'ldi-da kundalayman asam zodi. Bo'lsa yana boshqa laymanlarni talab qilib degan faslaringiz atim bir mashlaq ulab necha kunlar layman yeb xumarda chiqib olsam deydi. O'tag'dim mismi doyin ishlaganni yaqinlaymanga oson navbatdan yilg'ab qoldi-chi. Amsa tuqqanlar ajrim uchun bir ta yurak arzib o'tkitar deyman-ku. Mashagichan ko'rgandiki quruq qo'l chiqishdi izot atarsizlar. Amsa hammangizlarga rahmat, xayr xo'sh.